Pensiyaga chiqqan bo'lsangiz yoki uyingizda pensioner ota-onangiz, buvingiz, bobongiz bo'lsa, bugungi gaplarimni oxirigacha eshiting. Chunki bitta oddiy qog'ozga qo'yilgan imzo odamning nafaqasidan, uyidan, pulidan yoki yillar davomida yig'gan mulkidan ajratib qo'yishi mumkin. Men bugun aynan pensionerlar ko'p uchraydigan xavfli hujjatlar haqida gapiraman. Qarz tilxati, ishonchnoma, hadya shartnomasi, garov hujjati, kreditga kafil bo'lish, kommunal yoki ijtimoiy to'lovlar bo'yicha rozilik qog'ozlari. Bu ma'lumot har bir oilaga kerak. Chunki firibgarlar ko'pincha aynan yoshi katta, hujjat tilini yaxshi tushunmaydigan, odamlarga ishonadigan pensionerlarni nishonga oladi. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bunday mavzularni oddiy tilda tushuntirib beraman va ko'pchilikning xatosini oldindan to'xtatishga harakat qilaman. Avvallari odamlar ko'proq og'zaki kelishuvga ishonardi. Qo'shni qo'shniga pul berar, qarindosh qarindoshga yordam berar, farzand ota-onasining uyida yashar. Hamma narsa o'zimizniki-ku degan gap bilan yurardi. Pensionerlar ham ko'pincha bolam-ku, jiyanim-ku, qo'shnim-ku, mahalladosh-ku deb hujjatga chuqur qarab o'tirmasdi. Lekchatga chuqur qarab o'zgardi. Bugun bank krediti, mikroqarz, onlayn to'lov, elektron shartnoma, notarial ishonchnoma, uy-joy oldisi o'ttisi, ulush, meros, subsidiya, kommunal qarz, ijara kabi masalalar juda ko'paydi. Har bir sohada hujjat bor, har bir hujjatda esa majburiyat bor. Men ko'p ko'rgan holat shuki, pensioner men faqat ruxsat berdim deb o'ylaydi. Lekin aslida u o'z nomidan boshqa odamga pul olish, uy sotish, hisob raqamdan pul yechish yoki kredit rasmiylashtirish huquqini berib qo'ygan bo'ladi. Ba'zan qog'ozda men qarz oldim degan mazmun bo'ladi. Pensioner esa bu faqat tasdiq uchun deb imzo chekadi. Keyin sudga chaqiruv keladi. Odam hayron qoladi. Men hech qanday pul olmaganman-ku, lekin qog'ozda imzo bor, sana bor, pasport ma'lumoti bor. Shundan keyin isbotlash ancha qiyinlashadi. Bugun eng katta xavf shundaki, pensionerlarning ishonchidan foydalanadigan odamlar har doim begona bo'lavermaydi. Ba'zan bu yaqin qarindosh, tanish, qo'shni, hatto farzand yoki kelin kuyov bo'lishi ham mumkin. Men buni aytayotganimda kimnidir yomon ko'rsatmoqchi emasman. Men faqat bitta narsani tushuntiryapman. Hujjat qarindoshlikni tanimaydi. Qog'ozda nima yozilgan bo'lsa, keyin ko'p hollarda shu ishlaydi. Eng avvalo pensionerlar qaysi qog'ozga umuman shoshilib imzo chekmasligi kerakligini aniq bilib olish kerak. Birinchi xavfli hujjat bu tilxat. Tilxat degani oddiy ko'rinadi. Men falonchidan shuncha pul oldim, falon sanada qaytaraman. Ko'pchilik buni arzimas qog'oz deb o'ylaydi. Aslida esa tilxat sudda juda kuchli dalil bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner ayolga qo'shnisi kelib, "Opa, bankdan pul olishim uchun sizdan faqat kafolat qog'ozi kerak, hech qanday xavf yo'q" deydi. U esa o'qimasdan imzo chekadi. Qog'ozda esa men 25 million so'm qarz oldim deb yozilgan bo'ladi. Oradan 3 oy o'tadi, qo'shni yo'qoladi. Keyin da'vo pensionerning o'ziga keladi. Da'vo pensionerning o'ziga keladi. Pensioner men pul olmaganman deydi, lekin imzo o'zniki. Bunday vaziyatda odam nafaqat balki pensiyasining bir qismini ham yo'qotishi mumkin. Ikkinchi xavfli hujjat ishonchnoma. Ishonchnoma ayniqsa ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan qog'oz. Chunki unda boshqa odamga sizning nomingizdan harakat qilish huquqi beriladi. Masalan, faqat kommunal to'lovlarni to'lash uchun deb tushuntirishadi. Lekin hujjatda uy-joyni sotish, hadya qilish, ijaraga berish, pul olish, bankdagi hisob raqamlar bilan ishlash kabi keng vakolatlar yozilgan bo'lishi mumkin. Pensioner buni o'qimaydi, notariusda ham shoshiladi. Bolam biladi deb qo'yadi. Keyin esa uy boshqa odam nomiga o'tib ketganini bilib qoladi. Men bunday holatlarda har doim aytaman. Ishonchnoma berish bu kalitni vaqtincha berish emas, ba'zan butun eshikni ochib berish bilan teng. Uchinchi xavfli hujjat hadya shartnomasi. Ko'p pensionerlar uyini farzandiga yoki nabirasiga oldindan rasmiylashtirib qo'yish uchun hadya qiladi. Bu yerda juda nozik masala bor. Hadya shartnomasi tuzilgandan keyin mulk egasi o'zgaradi. Ya'ni pensioner o'z uyida yashayotgan bo'lsa ham, hujjat bo'yicha uy endi uning mulki bo'lmay qoladi. Farzand yaxshi bo'lsa, muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin hayotda vaziyat o'zgaradi. Farzandning oilasida janjal bo'ladi. Qarzga botadi, uyini garovga qo'yadi, ajrashadi yoki boshqa qarindoshlar ta'sir qiladi. Natijada pensioner men o'zimning uyimda yashayman deb o'ylaydi. Lekin huquqiy tomondan u allaqachon mulk egasi emas. Keling, real hayotdagi yaqin misol qilaman. Ota 2 yoshda, pensiyasi 1 million 200 ming so'm. Uning 2 xonali uyi bor.
katta o'g'lida da uyni mening nomimga o'tkazib qo'ying. Keyin merosda janjal bo'lmaydi deydi. Ota ishonadi va hadya shartnomasiga imzo chekadi. 1 yil o'tib o'g'il bankdan 1 million so'm kredit oladi va uyini garovga qo'yadi. Ish yurishmaydi, to'lovlar kechikadi, bank talab qo'yadi. Ota esa bu mening uyim-ku deydi. Lekin hujjatda uy o'g'lining nomida, mana shu joyda bitta imzo butun hayotni o'zgartirib yuboradi. 4-xavfli hujjat kafil bo'lish. Pensionerlar ko'pincha men faqat nomimni qo'yaman, pulni to'laydi deb o'ylaydi. Yo'q, kafil bo'lish bu oddiy guvoh bo'lish emas. Agar qarz olgan odam to'lamasa, bank yoki kreditor kafildan talab qilish mumkin. Masalan, Navra telefon yoki maishiy texnika uchun 12 million so'm kredit oladi. Bu ish kafil bo'ladi. Navra 2 oy to'laydi, keyin ishsiz qoladi. Bank buga qo'ng'iroq qiladi, keyin rasmiy talab yuboradi. Men telefonni ko'rmaganman ham degan gap huquqiy jihatdan yordam bermasligi mumkin. Chunki kafil qarzning qaytishiga javobgar bo'lishga rozilik bergan bo'ladi. 5-xavfli hujjat bank kartasi va pensiya puliga bog'liq roziliklar. Ba'zi pensionerlar kartasini farzandiga, qo'shnisiga yoki tanishiga berib qo'yadi. Men bankomatdan pul yecha olmayman, sen yechib kel deydi. Bu insoniy tomondan tushunarli. Lekin karta raqami, PIN kod, SMS kod, mobil ilova paroli boshqa odam qo'liga o'tsa, nafaqat pensiya yechib olinadi, balki nomingizdan onlayn qarz ham rasmiylashtirilishi mumkin. Men har doim aytaman. Bank kartasi bu hamyon emas. Bu sizning moliyaviy pasportingizga o'xshaydi. Uni hech kimga to'liq topshirmaslik kerak. Birinchi navbatda yolg'iz yashaydigan pensionerlar ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki firibgarlar yolg'iz odam bilan gaplashish osonroq ekanini biladi. Ular sizga yordam beraman, subsidiyangizni chiqarib beraman, pensiyangizni oshirib beraman, arzon dori olib beraman deb yaqinlashadi. Ikkinchi navbatda uy joyi o'z nomida bo'lgan pensionerlar ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki ularning mulki firibgar uchun eng katta nishon. Uchinchi navbatda farzandlari boshqa shaharda yoki chet elda bo'lgan pensionerlar xavf guruhida. Chunki ularning yonida maslahat beradigan odam bo'lmasligi mumkin. Yana bir toifa bor, hujjat o'qishga qiynaladigan, ko'zi yaxshi ko'rmaydigan, yuridik so'zlarni tushunmaydigan pensionerlar. Bunday insonlar o'zlarini aybdor his qilmasligi kerak. Har bir oddiy odam ham hujjat tilini darrov tushunavermaydi. Shuning uchun men o'qimasdan imzo chekmang deganda, bu faqat ko'z bilan o'qish emas. Tushunmaguncha, boshqa ishonchli odamga ko'rsatmaguncha, savol bermaguncha imzo chekmang demoqchiman. Agar siz hujjatni to'liq o'qib chiqqan bo'lsangiz, unda nima majburiyat borligini tushungan bo'lsangiz, qog'ozning nusxasini olgan bo'lsangiz, notarius yoki mutaxassisdan izoh so'ragan bo'lsangiz, unda vahima qilish shart emas. Masalan, oddiy ariza bo'lishi mumkin. Pensiya kartasini almashtirish, tibbiy ko'rikka rozilik, kommunal xizmatdagi hisob raqamni aniqlashtirish. Bunday hujjatlar ham bo'ladi. Lekin farqi shundaki, xavfsiz hujjatda siz mulkingizni bermaysiz. Qarz olmayapsiz, kafil bo'lmayapsiz, boshqa odamga keng vakolat bermayapsiz. Agar hujjatda pul, uy, yer, kredit, qarz, ishonchnoma, hadya, garov, rozilik, majburiyat degan so'zlar bo'lsa, darhol hushyor bo'lish kerak. Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlar haqida gapiraman. Birinchi nozik jihat, men imzo chekmadim, faqat barmoq bosdim degan gap ham xavfsizlik bermaydi. Agar hujjat rasmiy tartibda tuzilgan bo'lsa, barmoq izi ham rozilik sifatida baholanishi mumkin. Shuning uchun kimdir imzo shart emas. Mana shu yerga barmog'ingizni bosing desa, bu ham jiddiy signal. Ikkinchi nozik jihat, bo'sh qog'ozga umuman imzo chekmang. Bu eng xavfli odatlardan biri. Ba'zan tanish odam, "Opa, vaqt yo'q. Siz mana bu oq qog'ozga imzo qo'yib bering, men keyin arizani yozib qo'yaman" deydi. Hech qachon bunday qilmang. Bo'sh qog'ozga imzo bu ochiq chekka o'xshaydi. Keyin u yerga qarz, rozilik, tilxat yoki boshqa matn yozilishi mumkin. Hatto yaxshi niyatli odam ham keyin xato yozishi mumkin. Demak, matnsiz qog'ozga imzo yo'q. Uchinchi nozik jihat, notariusda tasdiqlangan hujjat avtomatik ravishda siz uchun foydali degani emas. Notarius hujjat shaklini tekshiradi, taraflarning shaxsini aniqlaydi, rozilikni rasmiylashtiradi. Lekin hujjat sizga iqtisodiy zarar keltiradimi yoki yo'qmi? Buni eng avvalo o'zingiz tushunishingiz kerak. Notarius huzurida uy hadya qilsangiz, keyin men o'ylamagan edim deyish ancha qiyin bo'ladi. Shuning uchun notariusga borganda ham shoshmang. Men bu hujjatning oqibatini tushunmoqchiman deb savol bering. 4-nozik jihat, faqat vaqtincha degan gap hujjatda bo'lmasa,
uning kuchi bo'lmasligi mumkin. Masalan, farzand ona uy vaqtincha mening nomimda tursin, keyin qaytarib beraman deydi. Agar hujjatda uy hadya qilingan bo'lsa, bu vaqtinchalik emas. Keyin qaytarish faqat yangi kelishuv bilan bo'ladi. Farzand qaytarishni xohlamasa, muammo boshlanadi. Shuning uchun og'zaki va'da bilan rasmiy hujjatni aralashtirmang. Sud ko'pincha qog'ozga qaraydi. 5-nozik jihat pensionerning sog'lig'i yoki yoshi hujjatni avtomatik bekor qilmaydi. Ba'zi odamlar men keksa edim, tushunmagan edim, demak hujjat bekor bo'ladi deb o'ylaydi. Aslida buni isbotlash kerak bo'ladi. Shifokor xulosasi guvohlar hujjat tuzilgan paytdagi holat aldov belgisi bosim bo'lgan bo'lmagani tekshiriladi. Bu oson jarayon emas. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l muammoni keyin sudda hal qilish emas, imzodan oldin to'xtatish. Qarindoshlar o'rtasidagi hujjatlar eng ko'p nizoga sabab bo'ladi. Chunki odam begona bilan ehtiyot bo'ladi, qarindosh bilan esa ko'ngilchan bo'ladi. Odamlar nima deydi? Bolam xafa bo'ladi, kelin ranjiydi. Aka-ukalar orasiga sovuqchilik tushadi deb pensioner o'zini bosadi va imzo chekadi. Lekin men mutaxassis sifatida aytaman, savol berish ishonchsizlik emas, hujjatni o'qish hurmatsizlik emas, nusxa so'rash uyat emas. Bu o'z huquqingizni himoya qilish. 7-nozik xat. Telefon orqali kelgan SMS kod ham imzoga o'xshash kuchga ega bo'lishi mumkin. Hozir ko'p xizmatlar elektron tasdiq bilan ishlaydi. Kimdir qo'ng'iroq qilib, men bank xodimiman, kartangiz blok bo'lmasligi uchun kodni ayting desa, darhol telefonni qo'ying. Haqiqiy bank xodimi SMS kodni so'ramaydi. Kimdir pensiyangizga qo'shimcha pul tushiramiz, kodni ayting desa, bu ham firibgarlik bo'lishi mumkin. SMS kodni aytish ba'zan o'zingiz bilmagan holda kreditga, pul o'tkazishga yoki shaxsiy kabinetga kirishga rozilik berish bilan teng bo'lib qoladi. Endi eng muhim qism, pensioner nima qilishi kerak? Birinchi qo'yda har qanday hujjatni uyga olib kelib o'qing. Agar kimdir hozir imzo chekish kerak, ertaga kech bo'ladi desa, bu xavf belgisi. Halol ishda odatda tushuntirishga vaqt bo'ladi. Shoshiltirish firibgarlikning eng keng tarqalgan usuli. Siz men hujjatni o'qib, farzandimga yoki mutaxassisga ko'rsatib, keyin javob beraman deyishga to'liq haqlisiz. Ikkinchi qo'yda hujjatning nusxasini talab qiling. Siz imzo chekayotgan qog'ozning bir nusxasi sizda qolishi kerak. Agar nusxa berilmaydi deyishsa, ehtiyot bo'ling. Oddiy ariza bo'lsam telefoningizga suratga olib qo'ying. Agar notarial hujjat bo'lsa, albatta nusxasini oling. Keyin muammo chiqsa, aynan nimaga imzo chekkaningizni bilishingiz kerak. Uchinchi qo'yda tushunmagan so'zni so'rang. Kafil, garov, undiruv, majburiyat, vakolat, tasarruf etish, hadya, da'vodan voz kechish. Rozilik beraman degan so'zlar oddiy ko'rinsa ham katta oqibatga ega. Masalan, tasarruf etish degani mulkni sotish, almashtirish, hadya qilish kabi harakatlarni anglatishi mumkin. Vakolat beraman degani boshqa odam sizning nomingizdan ish yuritishi mumkin degani. Har bir so'zning oddiy ma'nosini so'rang. 4-qo'yda o'zingiz bilan ishonchli odam olib boring. Bu farzandingiz, nabirangiz, mahalladagi halol tanishingiz yoki yuridik maslahat beradigan mutaxassis bo'lishi mumkin. Lekin bu odam aynan hujjatdan manfaatdor bo'lmasin. Masalan, uyini o'z nomiga o'tkazmoqchi bo'lgan farzandning o'zi maslahatchi bo'la olmaydi. Neytral odam kerak. Chunki manfaatdor odam har doim ham hamma xavfni aytmasligi mumkin. 5-qo'yda agar uy-joy yoki yer haqida gap ketayotgan bo'lsa, imzodan oldin alohida maslahat oling. Uy bu oddiy buyum emas. Uy pensioner uchun boshpana, xavfsizlik va mustaqillik manbai. Uni hadya qilish, sotish, garovga qo'yish yoki ishonchnoma orqali boshqaga tasarruf ettirishdan oldin kamida 1 kun o'ylang. Agar merosda janjal bo'lmasin deyishsa, meros masalasini vasiyatnoma, ulush, yashash huquqi kabi qonuniy yo'llar bilan ehtiyotkor hal qilish mumkin. Lekin uy butunlay qo'ldan chiqib ketadigan hujjatga shoshilmang. 6-qo'yda bank kartangizni, PIN kodni va SMS kodni bermang. Agar naqd pul yetishda qiynalsangiz, bankdan rasmiy yordam tartibini so'rang yoki ishonchli yaqin odamingiz bilan birga boring, lekin kodni og'zaki aytib yubormang. Telefoningizga kelgan kodni hech kimga o'qib bermang. Agar kimdir o'zini bank, pensiya jamg'armasi, soliq, mahalla yoki tibbiyot xodimi deb tanishtirsa ham kodni aytmang. Kerak bo'lsa, rasmiy idoraga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. 7-qo'yda bosim bo'lsa, darhol to'xtating. Bosim har doim qo'rqitish bo'lavermaydi. Ba'zan siz bizga ishonmaysizmi? Hamma imzo chekdi. Siz tufayli to'xtab turibdi. Bugun qo'ymasangiz
puldan quruq qolasiz degan gaplar ham bo'lsin. Bunday paytda men pensionerlarga bitta oddiy jumlani tavsiya qilaman. Men hujjatni tushunmasdan imzo chekmayman. Shu gapni xotirjam ayting va turib keting. 8-qo'yda. Agar allaqachon imzo chekib qo'ygan bo'lsangiz, vaqtni bo'y bermang. Hujjat nusxasini toping, kim bilan qachon qayerda imzolaganingizni yozib qo'ying. Guvohlar bo'lsa ismlarini eslab qoling. Agar bank yoki kredit masalasi bo'lsa, darhol bankka yozma murojaat qiling. Agar uy-joy masalasi bo'lsa, notariusga, kadastr organiga yur